Tibabetninki doğruları iş nersiga menfaat qilmaydi. Tibabetçi 2-4 tal çavarni aralashtirib qaynitib yoki soqab sizga doğru yasab turdi, u hech nimaga foyda qilmaydi. Faqat siz shu o'zingizni tasalli etib pishillab iste'mol qilib qo'ysangiz bo'ldi. Doktorxonalarga kelsangiz topolmagan vaqtda yoki bo'lmay qilib qolsa, doktorxonada bir saqaydigan yo doktorxonaga azimaydigan kasal bo'lgan vaqtda bir tiyibni chini iste'mol qilib qo'ysangiz bo'ladi deb shunda deydigan, shunda tashviqot qilgan do'stlarimiz bor. Belki o dostlarımız küçük çağda özününki tuğulup uzak bulmayan ahvalasında ata-anasınınki onunla yantak şeklinde iş güzellikini bilmesi mümkün. Hatta ki belki iş gitip kalkan vaxtıda meski yağda ığızlandığın boğu gitti. Onundan başka ançımız kıymalık damaklarını yiygen vaxtıda tibabetçi, yani bu şu doğru dermekçiler tanışıp gelgen kışımı doğrularını istimal kıp bakkan boğu gitti belki. Bu tibabetçilik degan bir narsa bir ikki kitap yugurib chiqibla to'rtta kitobni izlab shakllantirib olgan tibabet emas. Bu tibabetçilik an'anaviy tibabetçilikdan yug'urilib taraqqiy qilgandan keyin nazariya asosiga ega bo'lib, uningdagi mukammal sistemaga aylanib, bir turkum shu kasbni mukammal kasb darajasiga ko'targan mushunda kishilar orqali ro'yobga chiqadigan kishilarga xizmat qiladigan mushunda kasb. Amaliyot tibabetçilikning tigi an'anaviy tibabetçilikning xalq orasidan kelgan. Faqat mukammallashish sistemaga ega bo'lish jarayonida xalq uchun xizmat qilgan. En addisi bizniki taam medeniyetimizden tartib, yemek içmek medeniyetimizgacha, turmuş örf adetlerimizga singib ketgan. Masalan, qo'qoqdab qalsak, jumg'oq sut tashlatib, oshko'k tashlatib, ancha-muncha bir o'zimizga qizitmalarni yondirishni, qo'qoq qaytirishni bilamiz. Bak qizib kelsak, tayyorlab qo'ygan sirkini, to'ng'izimning sirkisini iste'mol qilib qizitni pasaytishni bilamiz. Uningdan boshqa nurg'un misollar ko'p. Kichik bolalarni ish surib deymiz, masalan, qo'mchoq yotqanning urug'ini qaynitib damlab ichkizadigan shunday ahvollar bor. Buning hammani bilamiz. Lekin shunda tibabet mahsulotlari kelgan vaqtda tibabetning mukammallashgan, sistemalashgan shunda tibabetchilarga, tibabet mahsulotlari kelgan vaqt ko'zimiz manda yumib olgandan keyin tibabet andamanda, tibabetchi manda bo'ladi. Burun tibabetçi mandat, hazır mandat degan bir yükseklikni ko'limiz keltirib olamiz. Aynı vaqtda sizga xizmat qilgan boshqa bir tibabet bo'lmaganlik uchun balkim shu tibabetga ilinjigansiz, shu tibabetga o'zingiz o'g'an bo'lishingiz mumkin. Hozirmi balkim nurg'ulga yalag birib tekshirishni qilg'izib davolanish imkoniyat bo'lmagan chog'da bir sinab baqaya deb yerni qishkilib choygaranchi deysiz. Mani qilib choygaranchi deysiz. Lekin sistemalashgan mahsulotlarga kelgan vaqtda qimmat yoki bunday qilib qolsa manfaat qilamda qandavlar degandek shunda dargumanda bo'lib qolasiz. Doktorxonalar paloq buluq sisib kirib men tekshirib qo'ying, nari mag'riydi ekan deyolmaysiz, lekin tepning qishi kirib davrsiz deb bermay turadi, tip baqsin deb bunda imtihon olib qo'yishlaringiz bor. Sizniki tibabetga bo'lgan qarashingizdan xatolik tufaylidan tibabetdan to'g'ri foydalanolmaysiz. Buni ozdab yana tibabet manda, tibabet mahsulotlari o'tchib. Shu o'tchibni sizga foyda qilgandek holat yetkazilgandan keyin shu tibab xo. Shu o'tchib sizga manfaat qila olgandan shu o'tchib xo deymiz. Eng oddiysi qizib qolsangiz balangan ichadigansiz. Balangan desa to'g'ri deb bilasiz, lekin shuning tagidagi o'sim yiltiz ekanligini bilamsiz yo'qmi? Nurg'ulg'an misollar bor do'stlar. Nurg'ulg'an g'arb tibabet doğrularınınki asos tarkibi bu jungiy doğrulardan tarkibi ayırıp ilingan bo'ladi xolos. Bu paloqdek xashodin yoki bo'lmasa bunun arablar biriktirib qo'yib sizga doğru deb satmaydi. Shunga do'stlarimiz tibabet, mayli g'arb tibabet bo'lsin, mayli uyg'ur tibabet bo'lsin, mayli jungiy tibabet bo'lsin, hammasining maqsadi kasal davolash. Shunda bo'lgankenmiz siz qonunga ishining qonun qabul qiling, shu bo'yicha davolansangiz bo'ladi. Faqat hammamizning maqsadi kasal davolash, sizni dargumonga silish emas.